Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz. Endigi loyiha hozirgi trenddagi mavzularga ajoyib bir yechim bergan. Marhamat, Robosell. Assalomu alaykum. Men Ergash Mashhurbek, yoshim 29 da. 7 yildan ortiq marketing sohasida ish faoliyatini olib boraman. O'z ish faoliyatimni Rossiyada, Qozon shahrida Ko'chmas mulk agentligida boshlaganman. U yerda eng yosh bo'lim rahbari sifatida o'z faoliyatimni olib borganman va jamoamiz bilan kompaniyani top 3 talik agentlik orasiga olib chiqishga erishganmiz. 2021-yildan boshlab o'z faoliyatimni O'zbekistonda olib boraman. 2023-yil O'zbekiston tadbirkorlarining eng katta bo'lgan og'rig'i bu onlaynga chiqish bo'lganini ko'ra oldik va shu og'riqdan kelib chiqib Robosell loyihasiga asos soldik. Robosell bu onlayn sotuvlarni rivojlantirish va tizimlashtirishga yo'naltirilgan platforma. Albatta, bunday platformalarni yakka tartibda yaratish mumkin emas. Boshida bir kishi va bir dona programmist bilan boshlangan loyihamizda hozirgi kunda 15 dan ortiq mutaxassislar ishlab keladi. Avvalo bu taqdimotga yetib kelganimiz bu bir yutuq bizning jamoamiz uchun. Bu taqdimot bizga yanada bir imkon darajasini oshirishga yordam beradi. Robosell orqali onlayn sotuvni qo'ygan odamlar misolida va albatta bizning natijalar ko'rsatganimiz orqali ishontirishga harakat qilamiz. Lekin avvalo ishontiramizmi yo'qmi? Taqdimotning o'zi bu biz uchun bir yutuq. Assalomu alaykum, hurmatli investorlar. Hozirgi kunda O'zbekistonda magazin ochish juda oson. Lekin tadbirkorlar uchun orzu bo'lib qolgan shaxsiy Telegram bot, veb-sayt yoki marketplace Wildberries'ga, Uzumga yoki Yandexsga chiqish hali ham orzu. Shunga bizda zo'r yechimimiz bor. Assalomu alaykum, ismim Mashhurbek. Robosell loyiha asoschisi va direktor bo'laman. Har bir kompaniya o'z maqsadi va falsafasi bo'lgani kabi bizning falsafamiz yagona va kuchli. Onlayn do'kon ochish, ijtimoiy tarmoqda sahifa ochishdek oson bo'lishi shart. Hozir O'zbekistonda 80% kichik va o'rta bizneslar hali ham offlaynda. Buni eng katta ikkita sababi bor. Birinchisi narx qimmatligi, ikkinchisi texnik bilim yetmasligi. KPMG kompaniyasining tahliliga ko'ra, atiga 2 yil ichida O'zbekiston elektron tijorat bozori 7 barobar o'sishga tayyor. Bu degani mingdan ortiq tadbirkorlar onlaynga chiqishni ulgurib qolishi shart. Bitta platformada onlayn biznesingizni yaratish imkonini beramiz. Tasavvur qilinglar, 4 qadam ichida shaxsiy Telegram bot, eng zamonaviy veb-sayt va xohlagan super ilovangizda chiqadigan mini app va biznes yuragiga aylangan boshqaruv paneli yaraladi. Va bu 5 daqiqa ichida. Hozir tadbirkorlar Robosellsiz qancha mablag' to'lab kelishyapti? Eng minimal mablag' 50 milliondan boshlanadi va oylab kutib. Robosell bilan 10 barobar arzon va 5 daqiqa ichida tayyor bo'ladi. Bizning biznes modelimiz juda sodda. Oylik to'lov $35 ga teng. Va biz intilyap turgan bozor har oy o'sib bormoqda. Hozirda o'zida $2 milliard ga teng bo'lib qolgan. Bozorning markazida Robosell turibdi. Biz rovna 11 oy oldin Aloqa Ventures'dan investitsiya ko'targanmiz va shu davr mobaynida platformani 99.6% ga barqarorlashtirdik, stabil ishlashini ta'minladik va 3 barobar o'sishni ko'rsatdik. Hozirgi kunda 200 dan ortiq tadbirkor onlaynga chiqqan, har oy 10 mingdan ziyod zakaz olib 1 milliarddan yiroq оборотga ega. Tadbirkor mukammal onlaynga chiqish uchun 5 ta servis ishlatish kerak va 10 dan ortiq savdo kanallariga mahsulotini kirgizish kerak. Tasavvur qiling. Конечно, bu vaqt, asab, stress. Robosell bilan u narsaning kerak emas. Chunki bitta Robosell bo'lsa yetadi, Robosell ichida hammasi ishlaydi. Biz o'sib bormoqdamiz va 10 barobar o'sishga tayyorchilik ko'ryapmiz. Shu sababdan $500 ming investitsiya qabul qilmoqchimiz. Investitsiyaning yo'nalishi 40% marketing, 30% partnyorlar
ekosistemasi uchun va bizning modellarimizni yaxshilash uchun ishlatamiz. Hozirda Robocell jamoasida 20 dan ortiq mutaxassis ishlaydi. To'g'ri qaror qilishga yordam berish uchun bizning maslahatchilarimiz bor, xalqaro maslahatchilar. Birinchisi Andrew, Google kompaniyasi London. Ikkinchisi Dr. Far, Saudiya, PhD AI bo'yicha konsultantimiz. Abdulloh Hidoyatov, O'zbekiston territoriyasida 10 dan ortiq katta loyihani ko'targan CTO. Thomas, marketing va strategik maslahatchimiz. Markaziy Osiyoga chiqishga tayyormiz va shu sababdan strategik investorlar bilan va hamkorlar bilan suhbatga ochiqmiz. E'tibor uchun rahmat. Kelib qoling, olib qoling, Robocelldan ulushlar bor. Xo'sh, nima deysizlar? Men savolim bor. Birinchi agar imkon bersanglar. Yondilar. Ha, yondim. Yondilar. Bizda ayol degan loyihamiz bor. Ayol loyihamiz bilasiz, tadbirkor ayollarni yetishtirib chiqarib, ularga birinchi ishini, biznesini boshlash uchun biz moliyalashtiramiz ularni. Va bizani eng qiynayotgan narsa ularni produktini, mahsulotini realizatsiya qilish. Shu Robocell applicationingiz bilan, ya'ni ilovangiz bilan ularga qanaqa yordam bera olasiz? Imena ayol loyihangiz bo'yicha bitta opamiz kelgandi oldilarimizga 30-iyunda taqdimot, prezident taqdimoti borligimizda keladilar, so'radilar, shu savolni beradi. Biz aytdik, bizning opalarimiz qiynalmasin, baribir texnik bilim, bu texnik bilim. Tadbirkor o'zini produkt ustida ishlash kerak. To'g'ri. Uni bizga qo'yib bersa, boshqaruv panel, yetkazib berish, omborxona, post tizim, to'lov tizimlarini o'rnatib beramiz. Bu mana bu messenjerlar, veb-saytlar, ularni ham hammasini o'zingizlar qilib berasizmi shunda? Robocellga kiradi, tovarni joylaydi, kerak bo'lsa AI instrumentlarimiz bor, kontent bo'yicha yordam beradigan. Birdaniga sizda shaxsiy Telegram bot, veb-sayt, Wildberries, Yandex, Ozon, Uzumga moderatsiyaga yuboriladi. Va har bitta kelyapti turgan kanal, sotuv kanalingizdan analitikani ko'rib turasiz. Ularni ham o'sha eng bizdan qiynalayotgan narsa, u Uzumga kira olmayapti, Wildberriesga kira olmayapti, Ozonga kira olmayapti. Shunga kirishga yordam berasiz. Da, endi kirishga yordam beramiz. Agar ularning mahsuloti kategoriyasi Uzumda bo'lsa, biz Uzumga zaявка yuboramiz. Zaявкani qabul qilgandan keyin bizni platformada tovarini kiritadi, dannilarni kiritgandan keyin sразу Uzumga moderatsiyaga boradi. Bu avtomatik ravishda bo'ladimi bu? Da. Yoki odam ishtirok etadimi u yerda? Yo'q, avtomatik ravishda. Keyin Uzumdan zakazchisi FBS, DBS yoki Uzum o'zi yetkazib berishi bo'lsa, nimaligini ham tushuntirib keting, DBSlarni. FBS sotuvchi o'zi PVZ gacha olib borib beradi mahsulotni. PVZ nima? PVZ gacha. Ikkinchi masalasi, sotuvchi sklad ham o'zida bo'ladi va o'zi ham yetkazib beradi boshqa servislar bilan. Uspos, Fargo, BTS, Yandex, Nur bizada o'zimizda Robopochta ham loyihamiz bor ichida. Hammasi bilan birshovni integratsiyamiz bor. To есть, Usposga chiqib, dogovor tuzib, qancha bo'ladi, klientga telefon qilib shuncha bo'ladi deb aytish shart emas. Platforma o'z oxirida ko'rsatadi. Точка A, точка B kiritilsa, час pik Yandex 40 ming, час pikdan tushsa 20 ming. U ham real time hisoblanadi logistikasi. Buni tushunish osonmi? Misol uchun bizda juda anaqa oson tushunish kerak-da ayollarimiz. Hozir zamorochkasi bo'lsa, tushuna olmaydi, ishlata olmaydi demoqchiman. Bizning именно falsafamiz shundan iboratki, ijtimoiy tarmoqda ayollarimiz Instagram stranasi ocha oladi. Xuddi shunday olsin. Kirganida bizda 5 ta etap обучения bor. 5 etap обучения bitta kirgizib beriladi. O'zbek tilida. O'zbek tili, rus tili, ingliz tili, turk tili. Chunki hozirda biz Qozog'istonda, Turkiyada, Rossiyada testni o'tilyapti. To есть biz bepul beramiz, ishlatishyapti. Ukangizni bu jarayonda kuzatish qanaqa his-tuyg'u uyg'otyapti? Albatta hozir hayajondamiz. O'zini mana nimasini, loyihasini taqdimot qilib, nasib bo'lsa shu investitsiya olishini kutib olamiz, umid qilamiz. Qanaqa nasihat bergan bo'larsiz? O'zingga ishon va harakatdan to'xtamalar. Eng kuchli aktual tema bu marketplace Rossiyada, когда marketplacedan qo'shib o'zini shaxsiy brendini ko'tarmoqchi bo'lganlar. Shularni ishlab bormoqdamiz. Keyingi yil o'rtalarida o'sha bozorga kirish niyatimiz bor. Ungacha hozir o'rganyapmiz. Hozir sotuv bormi? Da, hozirda 200 dan ortiq aktiv biznes bor. Robocell orqali chiqqan. Eng важный показателimiz bizni mijoz qancha zakaz olyapti. Muhim ko'rsatkichimiz. 10 mingtadan ziyod уже har oy olishyapti. To есть 10 mingta umumiy. Tushuminglar qancha bo'lyapti shunda? MRR oylik bizni tushumimiz hozir 10 ming plus
500 mingga qancha so'rayapsiz? 5 million otsenka bilan 500 ming 10% ga hozir tayyormiz. Alisher Isayev aytuvdilar, hozirgi kunda internetda yo'qmisizlar, bozorda yo'qsizlar degan narsalarni men hamma tadbirkorlar miyasiga qo'yadilar va hozirgi kunda mening o'ylashim bo'yicha eng zo'r yechimlardan bittasi internetga tez va oson chiqib olish uchun. Kelinglar, hozir hal qilamiz. Bugun bu loyihaga investitsiya kiritamizmi yoki yo'q? Kichik biznesga juda ham yaxshi imkoniyatlar ochib beradi bu, avtomatlashtiradi. Narx-navo jihatdan ham haqiqatan bu servislardan foydalanish kichik biznesga og'irlik qiladi. Lekin men o'ylaymanki, sizlar baholayotgan summaga hali yetib bormagan, qiymat jihatdan. Boshqa raqobatchilari ham bor-da bozorda. Ya'ni O'zbekistonda bo'lmasa, O'rta Osiyoda bor, Amerikada ham bor. Ya'ni u modellarni adaptatsiya qilish qiyin emas demoqchiman-da. Bu etapda menimcha yuqori baholayapsizlar. Nechta pul baholagan bo'lardingiz? To'xtang. Kelmaytiringchi. Savdolashing. Nechta pul baholagan bo'lardingiz? Keling, siz ham taklifingizni eshitaylik. Hozirgi kunda 1 million, 2 millionni baholash uchun yetarli ma'lumot ham ko'rmayapman-da. Agar sizni misol uchun bazangizda 500 ta, 1000 ta tadbirkor foydalanyapti, obunachi bo'lganda, unda baholash oson. 200 ta kam. 200 ta kam. Chunki bu ekotizim uchun yaratilayotgan narsa-da. Menimcha o'sha hozirgi kungacha jalb qilgan investitsiyalar, bilmayman, balki boshqa hamkasblar takliflar bordir. O'shalar bilan birga loyihani rostakasini baholash uchun kamida 1000 ta mijozga chiqqanda biz shu paytda gaplashishga lozimiz, ko'rishga, o'rib chiqishga lozimiz. Hozirgi holatda qanaqadir taklif berasizmi? Hozirgi holatda taklifimiz ham yo'q. Loyiha qiziq emasmi? Yo'q. Qiziq emas. Kichkina tadbirkorlar sizga qiziq emas. Yo'q, kichkina tadbirkorlar qiziq, loyiha qiziq emas. Tadbirkorlarga zo'r yechim beryapti-ku. Yechim beryapti, lekin kam. 1000 taga chiqish kerak. 1000 taga chiqqanda biz boshqadan gaplashamiz. Hozir 1000 taga chiqish uchun ham bularga baribir resurs kerak. Abror menimcha vazifasi nima qilib bo'lsa ham pulingizni qilish. Rahmat. Ya'ni lekin men anaqada boshqa odam beradi. Hamkasblarda lekin takliflar bor deb o'ylayman. Umidjon aka, 500 ming yetmaydi. Hozir so'rayaptilar, endi men tushunyapman bularni vaziyatlarini. E-commerce hozir Kamron aka aytayotgan darajaga olib chiqish uchun ham bu kam. Bularni hozir so'rayotgan ekotizim, logistika hammasini qo'yayotgan tizim bu 500 ming yo'da tursin, 10 milliondan kam. Bu aytayotgan ekotizimga chiqib olish uchun juda oson ish emas bu. balki bular qanaqadir sirini bilar 500 mingga bitadigan. Chunki bular o'zi yaratmayapti-da. Shuning uchun bizda bezatsenk ko'taryapmiz. Bezatsenk chunki bizda niyatimiz keyingi yil 5000 tani yopish. U 500 ming yig'ishligingiz kerak endi yoki shuning uchun. Yo'q, Umid akaning fikrlarini tushunmadingiz. U Umid akaning savollarida men ekotizim rostdan 500 ming yetmaydi, chunki uni razrabotkasi o'zi 500 ming turmaydi, u million turadi. Bizda RoboSellda основноyimiz olib chiqib biznes yuragi bo'lish. Qolgan ekotizimni bizga ulayamiz hamkorlikda. Rekordsmenimiz integratsiyalar bo'yicha 20 dan ortiq integratsiyamiz bor hamkorlar bilan. O'sha hamkorlar ichidan tanlanyapti bular. Umid aka, adashmasam, sizni ham oliy maqsadingiz, missiyangiz kichkina tadbirkorlarni ko'tarish, dunyoga olib chiqish, shu yo'lda ko'p mehnat qilasiz, jon kuydirasiz. Nahotki shu yerda yechim ko'ra olmayapsiz? Yo'q, yechim ko'ryapman, yechim yo'q emas, bor. Lekin buni pulis qoladi budjetda. Yo'q, bu to'g'risi menga ja anaqa emas, attraktiv emas e-commerce. O'shaning uchun men o'zim ushlab turibman. Ikkinchi tarafi ko'chada Mercedeslar borda, qattiq tez yuryapti, ancha tez yuryapti. Ular bilan konkurensiya qilish uchun kamida motorni almashtirish kerak-da. Motorni BMW qo'yish kerak-da. Agar men yetib olib yuraman desa ham, mayli usti javob bermasin hozircha. Qilish kerak, bosish kerak, bizani O'zbekistonga chiqish kerak va integratsiya hisobida bu narsa yurish kerak. Lekin e-commerce meni qiziqishimda emas. Taklif berasizmi qanaqadir? Yo'q, hozir. O'yindan chiqdingiz. Aloqa Ventures nima deydi, Suhrob aka? Aloqa Ventures o'zi RoboSellni boshlang'ich darajalarida pul kiritganmiz, ya'ni $100 ming pul kiritgan Aloqa Ventures. Bering. Suhrob aka. Suhrob aka bering. Mayli, 500 ming bo'lmasa ham. Boriga baraka. To'g'risi, baho jihatdan biz savdolashmoqchi emasmiz, chunki bahosi yuqorida aytilganday, misol uchun 5 million bahoda biz kira olmaymiz, lekin
qolgan venture fond kirayotgan bo'lsa, ularga berilgan diskontga teng holda diskont bersangiz, biz $50,000 dan $100,000 investitsiya berishga tayyormiz. Oching. Qoyil. Qarshi eshitmayapti. Va desertimiz Kichik biznesni qonida turibsiz-da hozir. Hozir biz 3 oy davomida 625 ga yaqin tadbirkor ayollarni o'qitdik offline va menda hozir 75 ta ayol moliyalashtirildi. Agar siz menga shu 75 ta ayol bepul Roboselga ulab natijaga chiqarsangiz, men sizga 2,5 million bahoda 5% ga kirishga o'zim tayyorman va sizni keyingi yil 1000 ta ayol bilan ta'minlab beraman. Marketingingiz 20% ni yopib beraman. Ajoyib. Ya'ni shu marketingda o'tgan 40% ekonom qilasiz agar. Chunki baribir 2000 taga chiqmoqchi ekansiz-ku, 1000 ta bo'ladimi? 1000 ta bo'lsa, 1000 ta tadbirkor bo'ladimi? Faqat 1000 ta tadbirkorimiz bo'ladi. Faqat 75 ta ayolni natijaga olib chiqib berishingiz kerak. Bepul. No 75 tani ichida hammasi ham Roboselga chiqmaydi. hech bo'lmasa себестоимость to'lab berasizlarmi? Yo'q, to'lab bera olmayman de hozir. To'xting, men natijani ko'ring. Men zato undan keyingisini aytaman. Men o'zimni Instagram ijtimoiy mana xarajat xalqqa beradi. Bo'lmasa nima qilish kerak? Abror aka, men misol uchun o'rtada kontr taklif bermoqchiman. 75 ta ayolga tekin qilib beradi, lekin muddatda, misol uchun 6 oylik muddatda tekin qilib bersin. Ular rezultatni ko'rgandan keyin o'zi to'lashga tayyor bo'ladi. Albatta, Xuddi albatta. shunaqa siz bilmadim 6 oy berasiz, 1 yil berasiz, balki 2 yil Men berasiz. moliyalashtirman-ku ularni. Albatta moliyalashtirganimda har bitta o'sha o'zini mahsuloti bor ayolni o'sha Roboselni men ayolga qo'shib ketaman. Уже sizni себестоимость menda turadi. Takliflar juda zo'r. Suhrob aka, rahmat taklif uchun. Aloqa Venture har doim strategik partnyorimiz bo'lib kelgan. 75 ta ayol shuni 6 oy ichida bepul, o'z 3 oy ichida natija qilamiz va yana 3 oy qo'shib beramiz, оборотni oshirib olguncha. Ura. Biz uni bu challenge-ni qabul qilamiz. Sizda birinchisi testlab olib chiqib beramiz. Ikkinchisi diskontdan beramiz. Lekin aniq otsenkani ayta olmayman. Xo'p. Demak, ikkala taklifni ham qabul qildik va marhamat, olavering qutilaringizni. Barakasini bersin. Sizdan umidlarimiz katta. Rahmat. Va Robosel loyihasi bugun ikkita investordan sarmoya oldi. Tabriklaymiz, omadinglarni bersin, barakasini bersin. Ha, bugun quruq ketayotganlar yo'q. Dargohimizdan hech kim norizo ketmayapti. Hamma o'ziga yarasha ulushini, o'ziga yarasha sarmoyasini olib ketyapti va meni o'ylashim bo'yicha bugun bu hali yana davom etadi. Kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar a'lo. Hayajon yo'qmi? Hayajon o'tib ketdi. Bor edi. Qancha pullarni olib keldingiz endi? 100 ming euro. Sizga g'alabada eng ko'p kim yordam berdi deb o'ylaysiz? Abror aka. Endi Abror aka shuna vazifasi bo'lsalar kerak, zadachasi ko'proq pul olib berish. Mana endi O'zbekistonda har bitta tadbirkorni biznesini onlaynga olib chiqishga yordam berishni maqsad qildik. Maqsadlaringizga erishing, bundan ham ko'p yutuqlarga erishing. Ishingizga omad. Rahmat. Hurmatli investorlar, qahvaga qanaqasizlar? Zo'r. Yaxshimi? Qahva ketadimi? Sevamiz. Shu. Sevasizmi? Shu platforma bilan birga chiqsin deydi, studio deydi. Bo'ldi. Demak azizlar, Dringo loyihasi. Men Jalolbek Abdujalilov, Toshkent shahrida tug'ilib o'sganman. Kichkinaligimdan 12 yoshimdan kompyuterga juda ham qiziqaman. Kichkinaligimdan Paint kabi dasturlar, har xil yana kod yozadigan dasturlarga qiziqib borganman. Keyin shu qiziqishim meni Inha universitetidagi dasturlash kurslariga olib keldi. Bu yerga kelib men dasturlash kurslarini tugatdim. 12 yoshimda o'zi veb-saytlar qilishni o'rgandim. Biz Inha universitetida co-founderlarimiz bilan birga Dringo loyihasini boshladik. U qanday qilib paydo bo'lgan desangiz, universitetga kelayotgan payt qahva ichamiz. Qahva ichishda biz ancha vaqt yo'qotamiz, darslarimizga kech qolamiz qahvani kutib. Ukamni ekzamenga olib borayotganimizda, ekzamenni o'tgunicha KFCga kirdim. KFCda oddiy bitta kola ichaman deb uzoq vaqt qolib ketdim. Bu kassirlarga ham, o'zimga ham unchalik yoqmadi. Shundan keyin Dringo loyihasini yaratish g'oyasi keldi. Rostini aytsam, taqdimot loyihasi men uchun yangilik, hamma uchun yangilik bo'lsa kerak. O'xshasa, biz investorlarni ishontiramiz. Agar taqdimot loyihasida investitsiya ko'tara olmasak,
xafa bo'lish yo'q, xafa bo'lmaymiz. Hamda televizorda ko'rib turgan bizni qahvaxona egalari yoki ichimlik sotuv bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarni biz bilan hamkorlikka chaqirib qolamiz. Rostdan kofe bilan chiqyapti. Voy, ko'zlarimiz chaqnab ketdi. Ha, Ishqila amerikano bo'lsa amerikano. eshitdi gapinglarni. Gap eshitsangiz aqlli bola ekan. Aqlli bola ekan. Farosatli. Assalomu alaykum. Mening ismim Jalolbek va men Dringo startup asoschisiman. Endi ichimlik sizni kutadi. Siz uni emas. Bu esa sizning qahvangiz. Qoyil. Gap yo'q. Menga amerikano. Ingliz tilida bitta so'z bor-da. Sizning uchun amerikano. Ingliz tilida bitta so'z bor. First impression is the best impression deydi. Ya'ni birinchi impressionni zo'r qildingiz, gap yo'q. Inshaalloh. Kakras shuni kutib turdim deydi. Bilganini qarang-da. So'rab chiqaman mana. Bilib chiqyapsiz. Beringlar deb kusuq qilib chiqmayapmiz. Yo'q, hammasi halol deydi. Tasavvur qiling, siz ertalab ishxonaga ketyapsiz. Qahva ichingiz keldi, qahvaxonaga kirdingiz, uzun navbat ko'rib, vaqtingiz ketishini bilib, qahva olish niyatidan qaytdingiz. Qahva ola olmadingiz, kayfiyatingiz buzildi, ishxonaga kech qoldingiz. Ertalabdan kayfiyatingiz buzildi. Bugun esa hammasi boshqacha. Qahvangiz yoningizda, kuningiz qo'lingizda. Endi aytib o'tganimdek, ko'p odamlarda har kuni qahva olaman yoki ichimlik olaman deb vaqtini yo'qotishadi. Biznes egalari uchun bu potensial klientlar hamda doimiy klientlarni yo'qotish demakdir. Bu muammoga bizning startup yechim topdi. Bu yerda siz bizning mahsulotni ko'rsangiz bo'ladi. Bir nechta oddiy harakatlar bilan, ya'ni xaritani ochib, qahvani tanlab, yoqtirgan qahvangizni tanlab, vaqtini tanlab, to'lovni qilib, vaqt kelganda olib ketsangiz bo'ladi, hech qanday navbatlarsiz. Biznes egalari uchun biz analitika panelini taqdim etamiz, ya'ni qaysi qahvaxonada nechta qahva sotilishi hamda prediction deymiz, oldindan aytish qancha qahva sotish keraklik mumkinligini potensialini ko'rsatib beradi. Baristalar uchun biz boshqaruv panelini ham qilganmiz. Endi bozor hajmiga kelsak, dunyo grab and go ichimliklar bozori 118 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Markaziy Osiyo va Yevropada esa bu 200 million AQSh dollarini tashkil etadi. Bizning eng qizig'i Toshkentning o'zida 5 million AQSh dollarini tashkil etmoqda, chunki hozirda ko'rib turganingizdek kofe ichish hamda ichimlik ichish madaniyati kirib kelmoqda. Bizning biznes modeli juda oddiy. Mijozdan har bitta ichimligidan 1 sent olamiz, ya'ni pre-order uchun. Hamda biznes egalaridan biz 10%, har bitta sotuvdan 10% olamiz. Undan tashqari biz aytgandek analitika hamda promotion paneli uchun biz $30 ga obuna beramiz. Raqobatchilarimizga kelsak, biz raqobatchilarimizdan bir nechta faktorlar bilan ustunmiz. Ya'ni mahalliy kafelarni biz podдержка qila olamiz. Ya'ni bitta kafelar emas, mahalliy kim bo'lishidan qat'iy nazar biz ularni podдержка qilamiz. Keyingisi ichimlikka obuna. Bu ichimlikka obuna ancha arzonga ichimliklar olishga yordam beradi mijozlarimizga. Biz investitsiya so'rovimiz 120 ming AQSh dollarini tashkil etib, 12 oyga 10% ulushga so'raymiz hamda 1 yilning ichida 100 ta kafelar hamda $18 ming MRRga chiqishga tayyormiz. Bu esa investitsiya taqsimoti. Ko'rib turganingizdek, marketingga biz ko'proq pul ajratamiz, chunki marketing qilsak, u yog'i unchalik qiyin emas. Platforma yaratish hamda operatsion xarajatlar 45 ming AQSh dollari hamda promokodlar, ya'ni kafelarni jalb qilish esa 20 ming AQSh dollarini ajratamiz. Bu esa bizning jamoa. Bizning jamoada web developer, ya'ni men, UI UX designer hamda CTO DevOps va SMM spetsialistimiz bor. Bu bizning bu stagedan keyingi stagega o'tishimizga yetarli kuch desam bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Dringo edi. Jalolbek qattiq kofe otganda o'chirib bor. Chunki juda ham hozir kofe sotadigan joylar ko'p-da, men o'chirib ko'rmadim. Safiyani ko'rsangiz, qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni sentrlarda, ya'ni bizni universitetning o'zimizda ham Safiyada, masalan, qahva ichishga har doim ertalab kelamiz, professordan tortib studentgacha. Ertalab kamida 20 minut, 15 minut vaqtimizni yo'qotamiz, ya'ni ba'zilar ketaveradi ham. Bu degani potensial, ya'ni biz olmoqchi bo'lgan bo'lsak ham, qo'y olmaymiz deb ketaveramiz. Ya'ni Safiya hamda universitetda ma'lum bir vaqtda olinadi, hamma darsga kirishidan oldin. Buni oldindan zakaz qilib qo'ysa ham baribir bir soatda nechtadir kofe qila oladi demoqchiman. U shundoq ham o'zi tayyorlab turadi-ku. Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizni ko'rsatuvimizga, ishimiz bo'yicha, bilishimiz bo'yicha. Sizning do'stingiz, bizning ishtirokchimiz. Sizda qanday his-hayajon bormi? His-hayajon? Yo'q, hozir ishonaman do'stimga. Hammasi o'zimizga qildik, boshidan beri. Pul olib ketamiz. Hamma pul olib ketamiz. Xudo xolasa. Lekin ko'pchiligida pul qolmadi. Biz kelganimizda bir hammaga pul berishyapti lekin. Bizga topishadi. Bizning proyektimiz yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Qancha miqdorda, eng kamida qancha miqdorda pul olishingiz mumkin? Xudo xolasa hammasida. Hammasi.
Shunda kuzatamiz. Buyurtma berib qo'ysangiz qarang, mana men sizga aytaman-da, mana siz ham bu yerda o'tirgan hozir mana investorlar kofega talabi bo'lsa kerak deb oldindan reja qilganda, masalan 7:45 da chiqaman deb reja qilganda, aytib qo'ygan kofeni. Lekin 8 da chiqdi, kofe sovib qoldi. Menda ham hozir birinchi taassurot zo'r bo'ldi dedi. Shundan oldin ya'ni yetib kelish bor-da, masalan. Endi savol. Kameraga qo'shilyapman hozir. Aytavering. Ya'ni men zakaz qilganimda ular qachon meni kelishimni va qanaqa qilib bu kofe suv meni qo'limga kelishini qarang. Tushuntirib bersangiz zo'r bo'lardi. Chunki mana qo'shimchada mana Jalol Abror aka, har doim biz nima o'zbekimizda choyni ham issiq ichish yaxshi ko'ramiz. Shunaqa. Endi. To'g'rimi? Oshqozon kuydirmasa ya'ni men bu yerda mana Jalol masalan ideyani ishlaylik deyapman-da, chunki kofe olganimda men issiq kofe olgim keladi. 100%. Lekin men senga masalan aytib qo'ysam, misol uchun 8:15 da mana shu to'xtayman, olaman deyapman-da, aytib qo'yaman. Yo'lda probka. Yo'lda probka yoki balki u qayerdan biladi men kelganimni. U menga qiziq, chunki kofeni olib berish kerak. Men endi barkod qiladi, endi barkodisiga. Bittadan boshlaylik. Ya'ni birinchi savollarni aytinglar, shunga javob aniq qilaman. Qani? Suvni qarang. Suv tomonidan biz Xitoydan topdik, ya'ni issiq ushlab beradigan anolar bor. Nima edi? Stakanlar. Ularni biz anoda platformada, ya'ni qo'shimcha narxga, masalan, odam o'ylaydi, issiq dosiz, issiq xohlaganlar qo'shimcha narxga bizani stakanni olib turib quyib berishadi. Barista buni o'zi rashet qiladi. Ya'ni siz kelishingizdan oldin 2 minut oldin qilib qo'yar yoki 1 minut oldin qilib qo'yadi-da, u stakan kamida 3-4 minut ushlab beradi issig'ini. U xarajatingni oshirib yuboradi-da. Mashinani tanib olishchi. Mashinani tanib olishchi, mana keldilar, mashinani nomer kirgizadilar, nima bo'ladi? Kimligini. Qarang, mashinani nomer kirish uchun bizda hozirgi MVPda ism familiya bor. Uni tagiga yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni mashinangiz nomerini barista biladi. Xohlasa olib chiqib beradi, xohlasangiz o'zingiz bundoq kelasizda, ertasi ismingizni olib ketasiz. Ya'ni o'zingiz xohlagancha, masalan, yozib qo'yish mumkin, kommentariy degan joy bor, tagiga yozib qo'yasiz. Masalan, 35 da o'zingiz baribir mo'ljallaysiz, to'g'rimi? Ya'ni aytmaysiz-ku, masalan, tirbandlik yo'q deb ayta olmaysiz-ku. Taxmin qilasiz, masalan, yo'lda chiqasiz, har kuni bilasiz shunaqa tirbandlik bo'lishini, bo'lmasligini. Shu tomondan ham klientlarimiz, ya'ni masalan, menda ham shunaqa holat bugun bo'ldi-da, men yo'lda ketayotgandim. Yo'lda kofe olaman dedim, telefon qildim, aytib turdim, tayyorlab qo'ying. Lekin yo'lda yarim soat to'xtab qoldi, chunki gay to'xtatdi-da. Nimadir muammo bor. Gay to'xtatishni lekin reja qila olmadim. Da. Qarang, bunaqa narsa. Baribir даже probkani ham reja qila olasiz. Ya'ni shunaqa momentlar bo'ladi rostdan ham. Bu momentlar uchun masalan siz o'z yaqinlashganingizdan keyingina berib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni yaqinlashasiz-ku. Taxminan bilasiz 200 metr, 300 metrdan kelasiz. Shunda yozib qo'ysangiz bo'ladi. Uni limiti bor, ya'ni 2 daqiqa. 2 daqiqada baristalar ulguradi. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, baristalar 2 daqiqada tayyorlab ulguradi. Oxirgi savol. Starbucks nima bu narsani qilmagan ekan? Starbucks qilmagan sababi siz aytgan mana shu momentlar bo'lgan, hamda Starbucks busiz ham o'zini klienturasi bor, ya'ni ular bu tarafga kelishdan unchalik foydasi yo'q. Biz imенно shu ishni ko'rganda qildik. Bitta tarafi bor, faqat kofe emas. Ya'ni salqin ichimliklar ham bor, har xil kokteyllar ham bor. Hamma ichimliklar. Choy bo'lishi mumkin. Xullas kalom, nimaiki stakanga tushsa, hammasini bular qilib berish oladi. Chunki mana bunaqa deyishingiz mumkin-da, siz Jalol siz aytishingiz mumkin. Kamron aka, u issiq kofeni, u sizlar qarib qolgan bo'lsangiz, siz ichasizlar. Yoshlar hozir ice coffee ichyapti, siz boshqa narsa. Bu tomoni ham bor. Undan tashqari qarang. Nega unda ice coffee olib chiqmadingiz? Ice coffee o'zi issiq kofe bo'lishi kerak. Yo'q, ice coffee olib chiqqaningiz yutqizmas edingiz. Bu ham to'g'ri. Bu aytib qo'yishim mumkin, ice coffeening yangi turi. Yana bitta masala bor bu yerda, podpiska masalasi, ya'ni obuna masalasi. Xohlasa zakaz bersin, xohlasa zakaz bermasin. Bizning asosiy bu yerda ko'rsatayotgan qiymatimiz odamlarni obuna modeliga olib kirish o'zi aslida. Kofeni obunaga sotish. Siz co-founder bo'lar ekan, bor, yaxshi anaqa qilyapsiz. O'sha co-foundermiz deyapman-da. Yo'q, men просто bular hammasini eshitganman-da. Yo'q, hamma chiqayotgandan 1% dan bormi deydi. Qarang. Prosta hozir eng qizig'i bularda analitika bo'ladi va analitikaga qarab odamlar nima xohlayotganini biz offerlar berib tura olamiz va doimiy ravishda qanaqadir o'sha bonuslar yoki nimadirlar biz qo'sha olamiz. Odamlar nima xohlayotganini chunki biz doimiy ravishda bilib tura olamiz, ko'rib tura olamiz. Personallashtirilgan. Bitta ko'ringlar lekin akalar. Qarang, personallashtirilgan deganimda tavsiyalar bu o'sha har bitta o'zini klientiga nima ichadi, qachon ichadi, shuni ayta oladi. Ya'ni ertaga reklama chiqarsa, aksiya chiqarsa, o'sha klientning o'ziga boradi. Hammaga emas. O'sha klientning o'ziga, o'sha nima deydi? Aynan nuqtasiga uradi. Bu yaxshi signal. Ya'ni dunyoda bor. Hozir Rossiya уже ochibdi, Qozog'iston ochibdi, biz ham ochishimiz kerak. Va bunda sizlarning yordaminglar kerak.
kelinglar hozir hal qilamiz. Investitsiya kiritamizmi yoki yo'q? Savol yana bitta bor edi. Hozirda o'sha coffee shoplar nima ishlatyapti? Qanaqa CRM yoki ERP sistema ishlatyapti yoki ishlatmayaptimi? Qog'ozda yurityaptimi? Hozirgi kunda yangi ochilganlar hali ulgurmayapti CRM qilishga. Ya'ni ko'plarni ko'rdim, Excelda ochib uni qilishyapti, lekin post sistemalari bor. Alisa degan post sistemani ishlatishyapti. Ya'ni restoranlar ishlatadigan post sistema ishlatyapti. Ko'p men bilgan общий sistema bu. Boshqa post sistemalar bilan integratsiya qila olasizmi? Ya'ni ularni post sistemasiga siz o'zingizni loyihangizni qo'shib bera olasizmi? Uni qila olamiz, ya'ni ularga integratsiya qila olamiz hozircha. Lekin keyinchalik уже o'zimizning post sistemani kuchaytiramiz. 120 ming nimaga? Agressiv kirib kelishga. Bo'ldi, tushundik. Tamom, bundan kamiga ham kirib kelishimiz mumkin. Bitta farq nima bo'ladi? Ko'pgina kafalarni jalb qilish sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Atak platformani yaratishga bundan kamga ketsa bo'ladi. Eng kami qancha kerak hozir sizga? Eng kami 30. 30 da platformani ko'tarib, уже o'zimiz, ya'ni $30,000. Da. Kelinglar bo'lmasam, agar 120 ga ikkilanayotgan bo'lsanglar, $30,000 to'g'risida gaplashaylik bo'lmasam. Agar ikkilanmayotgan bo'lsanglar, ketdik. Ochinglar bitta-bitta. Kim? Suhrob aka ochasizmi? Keysingizni, qutichangizni? Yo'q, men hozirgi bosqichda bu mustaqil pul tika olmayman. Menda to'g'risini aytaman, g'oyat zo'r. O'zingiz ham prям zo'r ekansiz, lekin meni o'zimda umuman bunaqa muammo bo'lmagan, chunki uyimda ham kofe mashinka bor, ishxonamda ham kofe mashinka bor. Hech qachon men tushib kofe olgan ayol emasman. Hamma unaqa boy emasdi. Yo'q, aytmoqchimanki, men bolalarim ham kofe ichishmaydi-da. Shunga menga to'g'risini aytaman, bu proyekt unaqa zo'r qiziq emas o'zim uchun, lekin zo'r proyekt. Siz bunga pul tiking, boshqalar olaveradi. Kofe mashinasi yo'li uchun ishlayapmiz biz. Umidjon aka, meni nazarimda proyektga hali vaqtli. To'g'ri, chet elda qo'yilgan bo'lishi mumkin, lekin u yerdagi Qozog'istondagi yoki Rossiyadagi probkani O'zbekistonga hali solishtirib bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, bu proyektda har doim birinchi bo'lish o'zi yaxshi degani emas. Choyga chaqiradi. Shunaqami? Ha, choyga chaqiradi. Yoki kofega. Suv kofeni men beraman buga. Amron aka, bor umidimiz sizdan. Hozir bugun mana Abror aka anaqasida sen $50,000 startapim uchun ko'tardim deb hisoblasang bo'ladi. Faqat bitta shart bilan. Loyihani pivoting deydilar, yo'nalishni o'zgartirish. Ya'ni buni kofe yo'nalishida ishontiradigan ideya bilan kelsang, $50,000 gacha investitsiya qilamiz. Ishontiradigan ideya bilan. Ya'ni u faqat oldindan zakaz qilish bo'lmasin, bilmayman, etiketkasida bo'ladimi? Qanaqa nimaqa yengillik qilsang, yengillik qiymat bo'lsin, lekin именно shu yo'ldan ketsang, biz investitsiya qilamiz. Bo'ldi. Inshaalloh. Ko'tarib qo'yamiz. Demak, bugun bizda Dringo loyihasi $50,000 qo'lga kiritishi mumkin. Marhamat, sharti bor, to'g'ri, lekin marhamat, oling. Tortinmang. Keling, ichini ko'rsating. Mana shu shaxsiy karta turibdi. Mana. Men sizga ishonaman. Va butun O'zbekiston sizga ishonadi. Omad. Assalomu alaykum Jalolbek, xush kelibsiz. Kayfiyatlar qalay? Dahshat, zo'r. Hayajon yo'qmi? Hayajon yo'q. Xo'p, biz bu yerda sizni ko'rib o'tirdik. 50,000 sizga yetadimi? Rostini aytsam, hozirgi bu juda ham yaxshi narsa. Yetadi. Agar mabodo ko'plik qilsa, kartamni tashlab ketaman, bemalol menga to'lab bo'ldi, gap. Ortib qolsa bo'ladi. Startap qilganda xuddi siz o'zingiz bolangizni katta qilgandaqa bo'lar ekan. Ya'ni har kuni startapga o'zingizni bag'ishlashingiz kerak. 1-2 kun mehringizni berishingiz kerak, uyqungizni berishingiz kerak, stress bo'ladi, lekin buni hammasi bir kun inshaalloh qaytadi. Feedbacklarni oldik, ularni maslahatlarini oldik. Bundan keyin Xudo xohlasa bu startapni ko'taramiz. Yana keyingi startaplarimiz ham bor, Xudo xohlasa. Sizni ishingizga omad. Ko'rishguncha. Rahmat kattakon. Demak, hozirgi loyihamiz B-Rocker loyihasi va o'ylashim bo'yicha biz hozir eng qiziq loyihalardan birini ko'ramiz. Marhamat, B-Rocker. Assalomu alaykum. Ismim Nazirov Hasan. Kecha 32 yoshga to'ldim. Farg'onadanman. Asosiy yoshligim Farg'ona shahrida o'tgan. Kichkinaligimdan kompyuterlarga va dasturlashga juda ham qiziqqanman. Toshkent axborot texnologiya universitetiga kirganman va u paytlarda ham juda ham ko'p har xil startap konkurslar
va olimpiadalarda qatnashardik. 16-yil universitetni bitirganimizda Koreyani Startup Grand Challenge akseleratsiyasi bo'lardi. U 150 ta davlatlar o'rtasida 50 ta top startaplarni Seulga chaqirishardi. Biz shu O'rta Osiyodan bitta startap sifatida qatnashib yutganmiz va Koreyaga akseleratsiyaga 4 oyga borganmiz. Attagi muhitni ko'rib, attagi o'sha IT kompaniyalarni ko'rib, men qaror qilganman, что kelajakda IT sohasida dasturchi bo'lib davom etaman degan va Toshkentga qaytib, shu dasturlash sohasida ishlashni boshlaganman. Brokerda meni rolim CTO, ya'ni texnik tarafga javob beraman va bu meni birinchi marta produktni pitch qilishim. Odatda buni CEO qilardi. Hozirda bizning CEO Amerikada bo'lganligi uchun birinchi marta o'zim pitch qilishga harakat qilaman. Va bizning jamoamizda 7 kishi bor va bular hammasi onlayn ishlashadi. Taqdimot loyihasi o'zi Amerikaning Shark Tank loyihalariga juda ham qiziqaman. Ularni doimiy kuzatib borardim YouTube'da va O'zbekistonda ham shu kabi aynan startaplar uchun chiqqani juda ham quvontirdi va buning uchun bu shans sifatida o'zim qatnashishga qaror qildim. O'zim texnik tarafdan bo'lganligim uchun produktlarni pitch qilish menga sal muammo bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zimni produktimni yetkazib berish. Lekin investorlardan agar investitsiya ololmagan taqdirimizda ham biz hozirda уже produktimiz 10 tadan oshiq kompaniyalar ishlatmoqda va o'zining ma'lum bir revenuesiga ega. Shu sababli biz investorlar uchun doimo ochiqmiz. Assalomu alaykum, ismim Hasan, Birokireya startup co-founderman. Hop, Amerikada 1 yilda 10 milliondan oshiq mijozlar o'z mashinalarini bir shtatdan ikkinchi shtatga yetkazishda brokerlarga murojaat qilishadi. Avtotransport brokerlari bu mijozlarning mashinasini A tochkadan B tochkaga yetkazib berishda mijoz hamda yetkazib beruvchi o'rtasidagi vositachilar. Ularda asosiy ishlari SMSda, telefonda, email, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlarda muloqotlardan iborat va bu doimiy bo'ladigan, ya'ni 80% qismi rutin zadachalardan iborat va bulardagi rutin zadachalardagi asosiy muammolar javoblarda juda ham sekin berilishi va 18% gacha bo'lgan qo'ng'iroqlarda o'z vaqtida javob berilmasligi. Buning oqibatida esa konversiyani 1% dan 5% gacha tushib ketishiga olib keladi va shuningdek har bitta ishlayotgan kanallar, ya'ni SMS qo'llar alohida oynalarda, email, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar alohida oynalarda va kontekstni yo'qotishga olib keladi. Biz bu muammolarga yechim sifatida Birokireya CRM sistemasini ishlab chiqamiz. Bunda bizni AI agentlarimiz shu rutin zadachalarning 100% qismini hal qilib beradi va barcha kanallarni bitta, ya'ni omni-channel qilingan. Bunda ya'ni SMS, call, WhatsApp hamma kanallar bitta chat ichida kontekstni umumiy saqlab qoladi. Shuningdek, bizni AI agentlarimiz 24 ga 7 mijozlar bilan gaplashadi, ular bilan shartnoma qiladi, qo'ng'iroqlarga javob beradi, o'zi qo'ng'iroq qiladi va shartnomalarni tuzib, tayyor holatda brokerlarga yetkazib berishga harakat qiladi. Klientimizdagi real natijani ko'radigan bo'lsak, bu 0 ta o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroqlar 45 soniya ichida javob berish va konversiyani kamida 2x dan 5x gacha oshirishga erishganmiz. Xo'p, bozorda raqobatchilarimiz bormi? Albatta bor. Lekin ular juda ham eski CRM sistemalar Amerikadagi va ular hali AI integratsiya qilishmagan. Biz o'zimiz masalan Amerikada 2 yil mobaynida brokers kompaniyani ochganmiz va o'zimiz bu mobaynida hamma real bo'ladigan voqealarni kuzatib turib, agentimizni real dialoglar bilan treyning qildirganmiz. Bizi biznes modelimiz subscription, ya'ni har bitta kompaniyalar $199 dan to'laydi va har bitta o'zlarining brokerlari uchun esa qo'shimcha $99 dan to'lab borishadi. Bozor hajmi umumiy avtotransport sohasi 10 milliarddan oshiq hisoblanadi, lekin aynan CRM segmenti esa $50 million atrofida. Biz shu yilda may oyida birinchi sotuvni boshladik. Hozirga kelib 10 dan oshiq kompaniyalar bizani ishlatyapti va MRRimiz hozircha 3000 dan oshdi. Marketingga hali pul sarflanmagan. Asosiy jamoamiz bo'lsa CEOmiz Sardor, Amerikada 15 yildan beri yashaydi. Brokerdan oldin Geico va Infosys kabi katta IT kompaniyalarda ishlagan va logistika sohasi bo'yicha ham umumiy 7 yildan oshiq o'qishga ega. Shahzod Pragada o'qigan, 5 yildan oshiq tajribaga ega, QA bo'yicha head bo'lgan, hozirda CIO bo'lib ishlaydi. O'zim CTO, 9 yildan oshiq umumiy IT sohasida professional sohaga egaman. Bu meni 3-startapim. Startaplar akseleratsiyalar bo'yicha Koreyada va Rossiyada akseleratsiyadan o'tib ishtirok etganman. Shuningdek, Farhod AI bo'yicha asosiy muhandisimiz.
10 yildan oshiq umuman IT sohasidagi nima qilgan, Buyuk Britaniyaning Manef firmasida ishlagan va AI magistr. Biz so'rayotgan summa 150 ming. Bu summani hozir asosiy qismini biz klientlarni yanada rivojlantirishga va bizda hozir asosiy maqsad bor. Xuddi bizning biznes model to'g'ri keladigan boshqa bozorlar bor. Biz juda ham kichkina, ya'ni Amerika uchun 10 milliard kichkina bozorga kirganmiz. Maqsadimiz yana ham kattaroq bozorlar bor. Bularni hozir research qilib bormoqdamiz. Ya'ni insurance bor, real estate'lar bor. Shu bozorlarga etap-etap kirish. Bizda qurgan ayni strukturamiz xuddi ularda ham brokerlar bor. Ularda ham ayni shu muammolar bor. Oradagi shu muammolarni yechishga juda ham to'g'ri keladi va biz proyektni qurishda aynan shu modulni qilib qurilgan, ya'ni boshqa sohalarga ham juda ham qisqa muddatda kira oladigan darajada qurilgan. Shunga juda ham ko'p vaqt sarflangan. Mani o'ylashim bo'yicha bular berayotgan taklifga, bular berayotgan summani jon deb to'lashadi boshqa kompaniyada. Nima deysizlar? Bu hozir shunda Amerika bozoriga bo'lyaptimi? Ha, Amerika bozoriga asosan fokusimiz Amerika bozoriga qilingan. Qarang, trak biznesda hozir o'zbekistonliklar normalniy ulushga ega-da Amerika bozorida. Ularga prezentatsiya qilganingiz qiziq bo'lmasmidi? Ya'niki O'zbekistonda juda ham ko'p, taxminan 100 ta, 600 ta trak bor kompaniyalar bor-da. Ularga prezentatsiya qilish, ya'ni pitch qilishingiz qaytanga qiymatliroq bo'lmasmidi? Biz tanlagan soha ayni trakchilar uchun emas, bizniki aynan brokerlar uchun. Ya'ni yo'q, imенно trakkerchilarni o'zi dispetcher, nafaqat brokeri bor, avialiniyalarga dostupi bor odamlar bor-da, men biladigan. Imенно brokerli yo'nalishi ham borlar bor. Podkastga qo'ying, ozgina yo'nalish berib o'shalarga bormoqchimiz, lekin biz tanlagan nisha shunaqa nishaki, bozor katta emas va egallash juda ham oson. Va konkurentlar hali juda ham eski. Amerikada shunaqa narsa bor, eski sistema ishlab turgan bo'lsa, osonlikcha o'tmaydi-da. Lekin siz unga biznesini rostdan ham rivojlantira oladigan, ya'ni uni revenuesini oshirib bera oladigan taklif bera olsangiz, keyin qo'shilishib o'sha sistemaga kirishi mumkin. Biz shunaqa taklif qila olamiz degan fikr bilan ayni shu nishani tanlaganmiz. Lekin bizda masalan 1,5 yil ichida MRR'ni 50 mingga oshirish niyat bor, bunga strategiya qilinganda. Keyingi etapda обязательно hozir insuransga qiziqyapmiz. Amerikan bozoridagi xuddi shunaqa brokerlar bor, xuddi shunaqa muammolar bor va bozor masalan bizda 10 milliard bo'ladigan bo'lsa, ularda 200 milliard. Konkurentlarimiz bor, yo'q emas, ularda ham masalan hozir research qilinyapti, lekin bizdagi featurlar уже borligini hisobiga ular bilan konkurensiya qila olamiz degan fikr bor. Hani O'zbekistondagi trakchilar bilan hozir gaplashsak, ular soni juda ham ko'p emas. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bilishimiz bo'yicha ishtirokchimiz sizning o'g'lingiz, ya'ni siz ularning otalarisiz. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Ha, Hasanjonning dadalariman. Bu loyihalardan siz ozgina bo'lsa ham ma'lumotga egamisiz? Ha, ma'lumotga egaman. 2 yildan beri mana shu programmasini qiladi. Shu muammoni qanaqadir yo'naltirish yo'llarini axtarib qilishgan uchun ozgina xabarim bor. Hamma ota ham o'zi farzandi bilan faxrlansa kerak deb o'ylayman. Hamma ota-ona ham bularning yutuqlarini, mana shunaqa mehnatkashligini ko'rib, albatta xursand bo'ladi-da. Qaytangi klientingiz o'sha yerda. Ya'ni siz produktingizni qimmat sotaman degan paytda uni egasiga olib borsa qiymatga ega bo'ladi-da. Zar qadrini zargar biladi deysiz. Xuddi shunaqa. Balki qayerga borishni bilmagandirlar. Agar siz shunaqa odamlarni bilsangiz, balki ularga ham alohida pitch beramiz. Men unaqa javob kutmadim-da, boshqa javob beryaptilar-da. Ya'ni fokus yo'q emas. Agar kontaktlarini bersangiz, ularga ham pitch qilsa, vaqti bo'lsa ularni borib pitch qilib beramiz. Men ham boraman. Albatta ko'rishtiraman men. Juda ham katta, taxminan siz aytayotgan broker ham bor, sug'urtasi ham bor. Boshqa bir 16 ta liniyasi bor. Ham trak biznes bilan shug'ullanadi. Birinchilardan, ya'ni O'zbekistondagi trak biznesni Amerikada rivojlantirayotgandagi sababchi odamlar bor. Xo'p desangiz, borib ikkalamiz borib pitch qilib kelamiz. Albatta. Umidjon aka, siz o'zingizgacha qiziqmi agar u odamlar kiradigan bo'lsa? U odamlar kiradigan bo'lsa-da. Chunki bizning yo'nalish emas, men bir narsa ham deyishim qiyin-da. Ular уже ana kofeni choy quyib ichorganda. Tushunarli. Amerikada ish qilmamizda olsizda, lekin Amerikan bozorini o'rganmagansiz. Bu sohada bizni broker firmalari bo'yicha agentlarni ko'ryapmiz. Hozirgi kunda imенно siz qilmoqchi bo'lgan narsada biz yaqinda o'zimiz bitta katta tadqiqotdan sotib olib ko'rib o'rganib chiqdik. Bu sohada 100 tadan ko'p konkurent bor va mahsulotingiz ular bilan raqobatlashadigan darajada, ya'ni Amerika bozori bo'lgandan keyin ular bilan raqobatlashadigan darajada kuchli emas.
mani fikrim shu. Men uchun ham to'g'risi hozirgi holatda investitsiya kiritish qiziq emas. Sotilayotgan joyda founder yashash kerak. Bu aytganlaridek yashash kerak, muammoni ko'rish kerak, o'rganish kerak va men hozir bularning javobini taxmin qilgan. Bu yerda bizni misol uchun CEO yoki co-founderimiz bor deyishlari mumkin. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ularning ulushi qancha? Ya'ni ular manfaatdormi? Yo full time ular ishlayaptimi Amerikada? Ya'ni o'rganyaptimi hozir muammoni va mijozni, og'riqlarini, problemasini o'rganyaptimi, bozorni o'rganyaptimi, raqobatchini o'rganyaptimi? Ya'ni o'sha Amerikada yashab qanchalik fokus qilyapti ular? Full time ishlaydi, eng katta ulush CEOda. Men bu sohani umuman tushunmayman. O'shaning uchun sarmoya kirita olmayman. Biror bir narsa ham deya olmayman. Demak, hal qilamiz. Hozir investitsiya beramizmi yoki yo'q? Mani o'ylashim bo'yicha to'g'ri, bu sohani tushunmasligingiz mumkin Shohid opa. Lekin bu sohada aniq pul bor. Sizga men o'sha odam bilan uchrashtirib qo'yaman, chunki balkida xuddi oldingi keysga o'xshab katta summa ko'tarish imkoniyati yoki rivojlantirish imkoniyati bo'ladi. Sababi ular уже trak biznesda, brokerajda nomi yo'qda, haqiqatda zo'r nomlabsizlar. Be rocker degan strategiyada haqiqatda rocker bo'linglar, xudo xolasa bu proyektinglar, lekin to'g'ri odam bilan ko'rishish sizga muhimroq. 13 yildan beri shu biznesda minusga kirib qaytib ko'tarilganlar. Zo'r. Mijon aka, sizni men biza o'zim bo'lmasam, hozir yo'q. Ha. U odam bilan agar bortga kiradigan bo'lishsa, siz ham Menga qiziq, kirasiz. albatta. Kamron aka, Katta riskli ko'rayotganim uchun bu loyihaga shaxsan men hozir investitsiya qila olmayman. xo'p bo'ladi. Va bizni najot nurimiz Aloqa Ventures. To'g'risi Abror aka, loyiha qiziq, lekin loyihani hozirgi prezentatsiya qilingan holatda men katta qiymat ko'ra olmadim. Balki qiymat bor, uni co-founderlar bilan suhbat qilishim kerak. Chunki asosiy co-founder, ya'ni ham ta'sischi Amerikada u sotyapti. Biz hozir pulni va'da qilmaymiz, lekin alohida kengaytirilgan miting qilib, ya'ni uchrashuv qilib, qolgan asoschilar bilan suhbat qilib, ularni kelajakni ko'rayotganini va bozorning tahlilini, ularning salohiyatiga baho berib, alohida ko'rib chiqishimiz mumkin. Lekin hozirgi holatda biz pulni va'da qilmaymiz, lekin chuqur o'rganib biz sizga investitsiya kiritishimiz mumkin. Lekin hozir summasi aniq emas. Umidjon akadan zo'r taklif oldim va Aloqa Ventures kirmoqchiligini o'zim uchun bilib oldim. Shunday. Va men o'ylashim bo'yicha co-founder bilan Aloqa Venturesni shunday uchrashtirib qo'ysangiz, siz so'ragan investitsiyadan ham ko'prog'ini ola olasiz Aloqa Venturesdan. Chunki bu loyihani kelajagini ko'ra olishyapti. Faqat savollari bor, o'sha savollarga javob olishlari kerak. Lekin bugun siz investitsiya ko'tara olmadingiz. Va o'ylashim bo'yicha bugungi holat sizni keyingi kelajagingiz uchun juda zo'r voqelik bo'ldi deb o'ylayman. Omad, charchamang. Hammaga rahmat. Pichga birga boramiz. Birga boramiz pichga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir beraman, akangizlar gaplashsinlar. Bo'ldi, xo'p. Xafa bo'lishing. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi? Tushkunlikka tushmayapsizmi? Yo'q, paka yaxshi. Loyihani qayerda xato qildim deb o'ylaysiz? Ayni hozir emas, balki qanchadir vaqtdan keyin, ya'ni yaxshi rezultatlar bilan kelganda, balki boshqa rezultat bo'lishi mumkin edi. To'g'ri, hozir ko'rgan startaplarimiz uchqun bo'lishi mumkin, lekin ishoning, ertaga ular butun O'zbekistonni yoritishadi. Hamkorlarimiz Aloqa Bank, Aloqa Ventures va Startup Garajga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, agar siz ham milliarder bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozirgi kunning talabi startup qiling. Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz.